Hammaga salom qizlar. Bugun Biz o'yinchoq magazinga kirganmiz. O'g'limiz sevimligi albatta Человек pauк manimcha hamma bolalarda sevimligi bo'lsa kerak. to'g'risini aytsam, o'yinchoq magazinga ballamiz olib kiramiz, albatta xato qilamiz. Bu xato bizda ham bo'ldi. O'g'limni o'zingiz tanlang deb magazinga olib kelishga olib kelib, o'zimiz tanladik. Baribir afsuski bu katta xato bo'ldi. Chiqib o'g'lim bitta dinozavr tanlagan, u bittalik, lekin 58 ming narxda, lekin biz tanlaganimiz u ham почти bir xil narxi, lekin biz tanlaganda ko'p dinozavrlar 6 tami, 8 tami shunaqa. Shu yoqda menga shuni olaman dedi o'g'lim, lekin men yo'q o'g'lim buni oling, bu ko'p ekan, birga o'ynaymiz, shuni oling dedim. Ishqilib men tanlagan o'yinchoqni olib chiqib ketdi va uyga borgandan keyin ham o'g'lim ayjon shu zo'r uyda deb baribir ishqi shunda qolgan ekan. Bir vijdonim qiynaldi-yu, lekin yoshligimizda biz ota-onalarimiz bir urib shuni kelsan, shuni olasan deyishlari esimga tushdi. Lekin keyin o'g'limga aytib qo'ydim, o'g'lim siz tanlaganingiz eng zo'r dinozavr shuni olamiz deb qo'ydim. Katta sumkalarimizni ko'tarib uyga qaytdik.